yangi masla Toyota Grand Highlander bo'lsa, bosaverman deb aytdingiz. Mana xuddi shunaqasini olib kelib qo'ydim-ku. Rangini aytmaysizmi? Jemch. Gap yo'q. Avtomobilimizda Amerika bozori uchun ishlab chiqarilgan absolyutno yangi 2025-yil. Juda ham zo'r bagati komplektatsiyada yumshoq bamolida dachasi bo'lsin, biz kuchoy do'stim. Yetmaganiga boru, qishda mana bakoylaringizni isitib berish sistemalari ham bor-da. Ichki salonga bitta baho berib qo'yasiz. To'g'ri qop-qora kojin salon bilan jihozlangan, mamyolari отдельно yog'och elementlar bilan jihozlangan. Pamять сиденья, multimedial rul. Mana bitta 360 larni ishlashini qarang. Takoy tiniq ishlab beradi-yu, gap yo'q. Undan tashqari Abduf Abagrev rullarimizni isitish sistemasiga ham egada, gap bo'lishi mumkin emas. Несколько режимов езды va albatta bespроводная zaryadka, gap yo'q. Takoy kapitanskiy sizenalar bilan jihozlangan 3 ta radli полностью 4 zona klimat kontrol va siz uchun katta panoramная крыша. Gap bo'lishi mumkin emas. Avtomobildan narxi keladigan bo'lsak, shuncha komfortda siz bor yo'g'i 89900 ga xarid qilsangiz bo'ladi, gap yo'q. Zadniy vidlarni aytmaysizmi? Takoy bagajniklarimizni elektropриводda. Narxini $89900 deyapmiz. Bunaqa narxga, bunaqa komfort arzib boradi. Akam bosib boring.